Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi, ayniqsa hurmatli keksa yoshdagilarimiz, pensionerlarimiz uchun ulkan iqtisodiy foyda keltirishi mumkin bo'lgan yangiliklar haqida gaplashamiz. Bu oyda hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi davlat dasturlari haqida siz hali bilmasligingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilaman. Odatdagidek bu ma'lumotlar og'ir iqtisodiy sharoitlarda, ayniqsa pandemiya va global inqirozlar davrida oilaviy byudjetga katta yordam bo'lishi shubhasiz. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki bu ma'lumotlar sizni juda katta xarajatlardan qutqarishi mumkin. Bu videoni hozirroq like qilib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Shunda keyingi foydali yangiliklarni ham o'tkazib yubormaysiz. Biz boshladik. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi aziz do'stlar? Avvalambor shuni ta'kidlashim kerakki, pensionerlarning turmush farovonligini oshirish masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan ilgari. Ko'pchilik pensionerlarimiz nafaqat shaxsiy ehtiyojlarni, balki kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlarini qoplashda ham qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mavjud imtiyozlar ko'pincha tor doiradagi shaxslarga taalluqli bo'lib, ko'pchilik uchun unchalik sezilmas edi. Misol uchun, shahar transportida ma'lum turdagi pensionerlar uchun imtiyozlar bo'lsa-da, umumiy transport xarajatlari oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir ko'rsatardi. Kommunal to'lovlar, masalan, elektr energiyasi, gaz va suv uchun to'lovlar esa har oyda muayyan miqdorni tashkil etib, pensiya miqdorining katta qismini egallab qo'yardi. Dori-darmon masalasida ham shunday edi. Hamma dorilarga ham imtiyoz berilmasdi. Aksariyat surunkali kasalliklar bilan og'rigan keksalar dorilarni o'z hamyonidan sotib olishga majbur edilar. Bu esa o'z navbatida pensionerlarimizning kundalik turmushini ancha murakkablashtirar. Ularni har bir tiyini tejashga majbur qilar edi. Bu haqiqatan ham ularning yashash sifatini pasaytirib, jamiyatda o'zlarini bir oz unutilgandek his qilishlariga sabab bo'lardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz tomonidan joriy etilgan yangi dasturlar aynan mana shu muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, ularning maqsadi aniq: pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilash, ularga munosib qariyali davrni ta'minlash va jamiyatda ularga bo'lgan e'tiborni oshirish. Bu dasturlar nafaqat vaqtincha yordam berish, balki uzoq muddatli iqtisodiy yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Asosiy o'zgarish shundaki, imtiyozlar doirasi kengaytirildi, ularni olish jarayoni soddalashtirildi va eng muhimi, ular pensionerlar hayotining eng muhim jabhalariga, ya'ni kommunal xizmatlar, transport va sog'liqni saqlashga qaratildi. Endi sizga ana shu yangi dasturlarning har birini batafsil tushuntirib beraman. Bu o'zgarishlar shunchaki qog'ozda qolib ketadigan islohotlar emas, balki real hayotda sizning cho'ntagingizda sezilarli iqtisodiy samarani berishi kerak bo'lgan qadamlardir. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, joriy oyda ishga tushirilgan eng muhim 3 ta yangi dastur haqida gaplashamiz. Bularning har biri alohida ahamiyatga ega va sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yangilik olib kelishi mumkin. Birinchi dastur. Qariyalar uchun kommunal xizmatlar subsidiyasi. Bu dastur aynan nima? Bu dastur doirasida belgilangan me'yorlardan ortiqcha iste'mol qilingan elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv uchun to'lovlar qisman subsidiyalanadi. Ya'ni ma'lum bir miqdordan ortiqcha sarf uchun hukumat sizga yordam beradi. Kimlar uchun? Bu subsidiya yoshdan qat'i nazar barcha nafaqaxo'rlar, ya'ni rasman pensiyada bo'lgan fuqarolarimiz uchun mo'ljallangan. Ammo shuni ta'kidlash joizki, oilaning umumiy daromadi belgilangan eng kam pensiya miqdorining 2 baravaridan oshmaydigan pensionerlar ushbu dasturdan foydalanishlari mumkin. Bu asosan o'rtacha va kam daromadli oilalarga yordam berish uchun yaratilgan. Shuningdek, oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan daromad ham inobatga olinadi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, uning daromadi bevosita hisobga olinadi. Kim xavotirlanishi kerak? Daromadi yuqorida aytilgan chegaradan past bo'lgan pensionerlar va ularning oila a'zolari bu dasturlarning kommunal xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Aytaylik, qishda uyni isitish uchun gaz, yozda konditsioner uchun elektr energiyasi iste'moli odatda oshib ketadi. Aynan mana shu ortiqcha sarflar uchun subsidiyaga ega bo'lish mumkin. Kimga kerak emas? Agar sizning pensiyangiz va oilangizning umumiy daromadi belgilangan me'yordan sezilarli darajada yuqori bo'lsa,
Bu dastur sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu dastur ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarimiz uchun yaratilgan. Shuningdek, agar sizning kommunal xizmatlar iste'molingiz doimo minimal darajada bo'lsa va hech qachon me'yordan oshmasa, bu subsidiya sizga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki siz shundoq ham imtiyozli tariflarda to'layotgan bo'lasiz. Real hayotdan misol. Keling, 70 yoshli Oysha xola misolini ko'rib chiqaylik. U yolg'iz yashaydi va pensiyasi oyga 20.200.000 so'm. Bu miqdor eng kam pensiyaning 2 baravaridan taxminan 200.000 so'm, 2.600.000 so'm past. Demak, Oysha xola ushbu dasturga mos keladi. Uning odatiy oylik elektr energiyasi iste'moli qish oylarida 2500 kilovat soatni tashkil etadi. Gaz iste'moli esa 3500 kub metr. Amaldagi tariflar bo'yicha 100 kilovat soatgacha bo'lgan elektr energiyasi uchun eng past tarif. Undan keyin yuqoriroq tarif qo'llaniladi. Xuddi shunday gaz uchun ham belgilangan me'yorlar bor. Aytaylik, yangi dasturga ko'ra elektr energiyasi uchun 200 kilovatni soatdan yuqori iste'molning idixini va gaz uchun 300 kub metrdan yuqori iste'molning dardiximi subsidiya qilinadi. Oysha xolaning elektr energiyasi uchun hisob kitobi 250 kilovat soat iste'mol. Me'yoriy qism 200 kilovat soat, o'rtacha qism 50 kilovat soat. Agar 1000 kilovat soat uchun o'rtacha tarif 2.95 so'm deb hisoblasak, bu shartli raqamlar haqiqiy tariflar o'zgarishi mumkin. 50 kilovat soat uchun o'rtacha 7.70 so'm to'lash kerak edi. Endi Edam barinpindiy subsidiyadan so'ng u atiga 7375 so'm to'laydi. Elektr energiyasidan oyga 7375 so'm tejaydi. Gaz uchun hisob kitob 350 kub metr iste'mol. Me'yoriy qism 300 kub metr. Agar 1 kub metr gaz uchun o'rtacha tarif 370 so'm bo'lsa, 50 kub metr uchun 19 so'm to'lash kerak edi. Endi gatimiz subsidiyadan so'ng u 19 so'mning 67ni, ya'ni 11.400 so'm to'laydi. Gazdan oyga 7600 so'm tejaydi. Jami oylik iqtisod 7375, 7675 so'm. Yiliga bu qariyb 1 taqamin so'mni tashkil etadi. Bu albatta kichik miqdor emas. Ikkinchi dastur, imtiyozli transport kartasi. Bu dastur aynan nima? Bu dastur shaharlararo va shahar ichidagi jamoat transportida avtobus, metro, tramvay bepul yoki sezilarli darajada chegirmali yo'l haqi imtiyozini beruvchi maxsus elektron kartani taqdim etadi. Ushbu karta nafaqat naqd pulsiz to'lovni ta'minlaydi, balki to'g'ridan to'g'ri imtiyozlarni ham o'zida mujassam etadi. Kimlar uchun? Ushbu karta yoshdan qat'iy nazar barcha pensionerlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda daromad me'yori qo'yilmagan, chunki transportga bo'lgan ehtiyoj hamma pensionerlarda mavjud. Biroq dasturda 2 xil toifaga ajratilgan. Birinchi toifa 75 yoshdan oshgan yoki IVA 2 guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ular uchun transport bepul bo'ladi. Ikkinchi toifa 75 yoshgacha bo'lgan va nogironligi bo'lmagan pensionerlar. Ular uchun avtomobilda chegirma taqdim etiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Doimiy ravishda jamoat transportidan foydalanadigan barcha pensionerlar. Bu kartani olish orqali ular transport xarajatlaridan katta mablag' tejashadi. Bu nafaqat ular uchun iqtisodiy foyda, balki ularning ijtimoiy faolligini oshirishga, shifoxonaga, bozorga, qarindoshlarnikiga borishlarini osonlashtirishga ham xizmat qiladi. Kimga kerak emas? Agar siz shaxsiy avtomobildan foydalansangiz yoki jamoat transportidan umuman foydalanmasangiz, bu karta sizga to'g'ridan to'g'ri foyda keltirmaydi. Biroq shunga qaramay, uni olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Real hayotdan misol. Keling, 78 yoshli Xoliq bobo va uning rafiqasi 72 yoshli Gulnora xola misolini ko'rib chiqaylik. Ular shahar markazida yashaydi va doimiy ravishda jamoat transportidan foydalanishadi. Xoliq bobo 65 yoshdan oshganligi sababli unga transport bepul bo'ladi. Gulnora xola esa 65 yoshga to'lmagani uchun unga ehtimolida chegirma beriladi. Ular har oyda o'rtacha 30 marta jamoat transportidan foydalanishadi. Yo'l haqi bitta safar uchun 2000 so'm deb hisoblaylik. Xoliq bobo uchun 30 safar 2 million so'm, 30 ming so'm. Bu mablag' to'liq tejaladi. Gulnora xola uchun 30 safar 2000 so'm, 60000 so'm. Ammo u etim barni chegirma bilan, ya'ni 3000 so'm to'laydi. U 3000 so'm tejaydi. Xotin jami oyga 6000 plus 3000 9000 so'm tejashadi. Yiliga bu 1 million ming so'mni tashkil etadi. Bu miqdor ularning pensiyasiga yaxshigina qo'shimcha bo'la oladi. Uchinchi dastur,
Sog'lom keksalik dasturi. Bu dastur aynan nima? Bu dastur pensionerlar uchun bir qator tibbiy xizmatlar va dori-darmonlarni imtiyozli yoki bepul taqdim etishni nazarda tutadi. Jumladan, ba'zi surunkali kasalliklar uchun ro'yxatga kiritilgan dorilar bepul beriladi. Shuningdek, yillik profilaktik tibbiy ko'riklar va sanatoriy kurort davolash imtiyozlari kengaytirildi. Maqsad keksa yoshdagi fuqarolarimizning sog'ligini mustahkamlash va ularga tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaxshilash. Kimlar uchun? Bu dastur ham yoshdan qat'iy nazar barcha pensionerlarga taalluqli. Biroq dorilarni bepul olish imkoniyati asosan nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush faxriylari va surunkali kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan bemorlarga beriladi. Profilaktik ko'riklar va sanatoriy kurort davolanish imtiyozlari barcha pensionerlar uchun, biroq ularning soni cheklangan bo'lib, maxsus komissiya qaroriga ko'ra taqdim etiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Surunkali kasalliklar bilan og'rigan, doimiy dori-darmonlarga muhtoj bo'lgan pensionerlar. Bu dastur ularning dori-darmon xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Shuningdek, sog'ligini doimiy nazorat qilishni istagan yoki davolanishga ehtiyoji bo'lgan barcha pensionerlar. Kimga kerak emas? Agar sizning sog'ligingiz a'lo darajada bo'lsa va dori-darmonlarga ehtiyoj sezmasangiz, bu dastur sizga to'g'ridan-to'g'ri foyda keltirmaydi. Biroq profilaktik ko'riklar har bir inson uchun muhimligini hisobga olsak, baribir bu imkoniyatdan foydalanishni tavsiya qilaman. Real hayotdan misol. Tayvazin 2 yoshli Aziza bu ko'p yillardan buyon gipertoniya va qandli diabet bilan og'raydi. Har oyda unga kamida 2,5 ming so'mlik dori-darmon kerak bo'ladi. Endi sog'lom keksalik dasturi doirasida uning kasalliklari ro'yxatga kiritilgan bo'lsa, u bu dorilarni poliklinikadan bepul olishi mumkin. Bu Aziza buvining har oylik byudjetidan 2,5 million so'mni tejaydi. Yilga esa 3 million so'mni tashkil etadi. Bu albatta ulkan iqtisod. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor qilinmagan nozikliklar har qanday yangi dasturda bo'lgani kabi, bu yangi davlat dasturlarida ham o'ziga xos istisnolar. Qaltis jihatlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunish va kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Qaltis jihatlar va daromad chegaralari. Yuqorida aytib o'tgan kommunal xizmatlar subsidiyasi dasturi bo'yicha oilaning umumiy daromadiga jiddiy e'tibor beriladi. Ba'zi oilalarda pensioner bilan birga yashaydigan, ishlaydigan farzandlar yoki nabiralar bo'lishi mumkin. Ularning daromadlari ham hisobga olinadi. Bu esa ba'zan pensionerning shaxsiy pensiyasi past bo'lsa ham oilaning umumiy daromadi chegaradan oshib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu holda subsidiya berilmasligi ehtimoli mavjud. Bu yerda aniq hisob-kitoblar talab qilinadi va barcha oila a'zolarining rasmiy daromadlari haqidagi ma'lumotlar taqdim etilishi shart. Demak, siz yolg'iz yashasangiz, ishlovchi farzandingizdan alohida yashayotgan bo'lsangiz, sizga bu imtiyozni olish ancha oson bo'ladi. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi har qanday davlat dasturidan foydalanish uchun hujjatlar yig'ish jarayoni biroz murakkab bo'lishi mumkin. Agar hujjatlarning birortasi noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, eskirgan bo'lsa yoki yetishmaydigan bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Misol uchun, sog'lom keksalik dasturi bo'yicha dorilarni bepul olish uchun sizning kasalligingiz rasman tasdiqlangan bo'lishi va tibbiy karta to'liq rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, ba'zi dorilar mahalliy poliklinika imkoniyatlaridan kelib chiqib, ro'yxatda bo'lmasligi yoki zaxirada bo'lmasligi mumkin. Bu esa vaqtinchalik qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Dasturlarning yangilanishi va vaqt cheklovi bu oyda degan jumlani bejiz ishlatmadim. Ko'pincha bunday dasturlar pilot loyiha sifatida boshlanadi va keyinchalik o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Shuning uchun imkoniyatdan zudlik bilan foydalanish muhim. Shuningdek, ba'zi dasturlarning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Garchi hukumatimiz bu borada doimiy yordam ko'rsatishga intilsa-da, masalan, imtiyozli transport kartasi yillik qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu esa har yili yangi karta olish yoki mavjudini uzaytirish uchun ma'lum bir muddatda murojaat qilishni anglatadi. Mintaqaviy tafovutlar, garchi bu dasturlar respublika miqyosida joriy etilgan bo'lsa-da, ularni amalga oshirishda mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda ba'zi tafovutlar bo'lishi mumkin. Shaharlarda transport kartalarini olish osonroq bo'lsa, qishloq joylarida aholining xabardorligi pastroq bo'lishi yoki markazlashgan xizmatlarga borish
qiyinroq bo'lishi mumkin. Shu sababli o'z hududingizdagi davlat xizmatlari markazlari yoki mahalla qo'mitalaridan aniq ma'lumot olish muhimdir. Bürokratik to'siqlar har qanday davlat dasturida ma'lum darajada bürokratiya bo'lishi mumkin. Arizalarni ko'rib chiqish muddatlari, navbatlar, qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda sabrli bo'lish va barcha talablarga rioya qilish kerak. Agar qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdan tortinmang. Masalan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki xalq qabulxonalariga bu muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Axborotning yetishmasligi. Ba'zida eng katta muammo bu ma'lumot yetishmasligi. Ko'pchilik pensionerlarimiz internetdan foydalana olmaydilar yoki yangiliklarni doimiy kuzatib bormaydilar. Bu esa ularni yangi imkoniyatlardan bexabar qoldirishi mumkin. Shuning uchun agar siz bu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, iltimos oilangizdagi va qo'shnilaringizdagi pensionerlarga bu haqida aytib bering. Ularga ma'lumot yetkazishda yordam bering. Har bir dastur bo'yicha alohida ro'yxatlar, ma'muriy hujjatlar va yo'riqnomalar mavjud. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin tegishli idoralar bilan bog'lanib, barcha shartlarni aniqlashtirib olishingiz shart. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar aziz do'stlar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu dasturlardan foydalanish uchun qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz lozim? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Ilk qadam. Ma'lumot to'plash va o'zingizning mosligingizni aniqlash. Yuqorida men aytib o'tgan dasturlarning har biri bo'yicha o'zingizning vaziyatingizni tahlil qiling. Qariyalar uchun kommunal xizmatlar subsidiyasi uchun oilangizdagi har bir a'zoning oylik daromadini, pensiya, ish haqi, boshqa nafaqalar hisoblang. Umumiy daromadni oila a'zolari soniga bo'lib, har bir kishiga to'g'ri keladigan daromadni aniqlang. So'ngra bu miqdorni belgilangan eng kam pensiya miqdorini 2 barobar bilan solishtiring. Agar past bo'lsa, sizda imkoniyat bor. Imtiyozli transport kartasi uchun sizning yoshingiz va nogironlik guruhingizni aniqlang. 75 yoshdan oshganmisiz yoki IEJN guruh nogironingiz bormi? Shunga qarab bepul yoki yetim potensial chegirmaga ega bo'lasiz. Sog'lom keksalik dasturi uchun. Qanday surunkali kasalliklar bilan og'raysiz? Ularning rasmiy tashxislari bormi? Shifokor bilan maslahatlashib bu kasalliklar yangi dasturning bepul dorilar ro'yxatiga kiritilganligini aniqlang. Shuningdek, sanatoriy kurortga ehtiyojingiz bormi, yo'qmi? Baholang. 2 qadam. Kerakli hujjatlarni yig'ish har bir dastur uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati biroz farq qiladi. Ammo asosiy hujjatlar quyidagilardir. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Daromadlar haqida ma'lumotnoma ish joyingizdan yoki pensiya jamg'armasidan agar ishlaydigan oila a'zolari bo'lsa. Oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan. Kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlari, oxirgi 3 oylik kommunal subsidiya uchun. Nogironlik haqida guvohnoma agar mavjud bo'lsa, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun. Tibbiy karta va kasallik tarixi tibbiy dastur uchun. Oila a'zolarining shaxsiy guvohnomalar nusxalari agar birga yashaydigan oila a'zolari bo'lsa. Barcha hujjatlarning asl nusxasini olib borishni unutmang. Ularni ko'rib chiqishda zarur bo'ladi. 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlari DXM bu sizning asosiy manzilingiz. Hukumat dasturlari bo'yicha murojaatlarni qabul qilish va qayta ishlash uchun DXMlar bir darcha tamoyili asosida ishlaydi. Bu yerda siz barcha hujjatlarni topshirishingiz va arizangizni rasmiylashtirishingiz mumkin. Kommunal subsidiya va transport kartasi uchun DXMga murojaat qilasiz. Sog'lom keksalik dasturi dorilar va tibbiy ko'riklar uchun asosan yashash joyingizdagi oilaviy poliklinika yoki qishloq vrachlik punktiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizni tegishli mutaxassislarga yo'naltiradi va dorilar ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, ularni berish tartibini tushuntiradi. Sanatoriy kurortga borish uchun ham poliklinika orqali murojaat qilinadi. Agar siz DXMga borishga qiynalsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga MF murojaat qilishingiz mumkin. Himoya xodimlari sizga hujjatlarni yig'ishda va ariza to'ldirishda yordam berishlari shart. Ba'zi hollarda ular arizani DXMga yuborishda vositachilik qilishi mumkin. Qadam. Ariza to'ldirish va murojaatni rasmiylashtirish DXMda yoki poliklinikada sizga maxsus ariza blankasi beriladi. Uni diqqat bilan, xatosiz to'ldiring. Agar o'zingiz to'ldirishga qiynalsangiz, xodimlardan yordam so'rang.
ular sizga yordam berishga majbur. Arizada siz qaysi dasturdan foydalanmoqchi ekanligingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Misol uchun, men ismingiz, familiyangiz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pensiyada bo'lganim sababli joriy oyda e'lon qilingan qariyalar uchun kommunal xizmatlar subsidiyasi dasturidan foydalanishni so'rayman. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng sizga arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlovchi qog'oz yoki raqam beriladi. Uni saqlab qo'ying, chunki keyinchalik murojaat holatini tekshirishda kerak bo'ladi. 5 qadam. Murojaat holatini kuzatib borish, arizangiz ko'rib chiqilayotganligini tekshirish uchun belgilangan muddat ichida DXMga qo'ng'iroq qilishingiz yoki shaxsan borishingiz mumkin. Ba'zi DXMlar onlayn portal orqali arizalar holatini tekshirish imkoniyatini ham beradi. Agar qo'shimcha hujjatlar talab qilinsa, ularni zudlik bilan taqdim eting. Ijobiy javob olganingizdan so'ng kommunal xizmatlar uchun subsidiya avtomatik ravishda amalga oshiriladi yoki sizga transport kartasi, dori-darmonlarni olish uchun yo'llanma beriladi. Qadrli tomoshabinlar, eslab qoling. Bu imtiyozlar sizga davlat tomonidan berilayotgan yordamdir. Undan foydalanishdan tortinmang. Agar qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, Prezident xalq qabulxonalariga murojaat qilishdan qo'rqmang. Sizning haqqingizni talab qilishga to'liq haqqingiz bor. Xulosa va yakuniy chorlov mana, qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizga joriy oyda amalga kirgan va pensiyadagi fuqarolarimiz uchun ulkan iqtisodiy foyda keltirishi mumkin bo'lgan yangi davlat dasturlari haqida batafsil ma'lumot berdim. Qariyalar uchun kommunal xizmatlar subsidiyasi, imtiyozli transport kartasi va sog'lom keksalik dasturi bularning barcha sizning yashash sharoitingizni yaxshilashga va kundalik xarajatlaringizni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan muhim qadamlardir. Bu yangiliklar shunchaki va'dalar emas, balki real imkoniyatlardir. Sizdan faqatgina bitta narsa talab qilinadi: befarq bo'lmaslik, ushbu ma'lumotlardan to'liq foydalanish va tegishli choralar ko'rish. O'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan aslo tortinmang. Bu o'zingiz uchun, oilangiz uchun qilgan eng yaxshi ishingiz bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Bu videoni oilangizdagi, qo'shnilaringizdagi barcha pensionerlarga ulashing. Ularni ham bu imkoniyatlardan xabardor qiling. Zero har bir pensionerimizning hayoti farovon bo'lishi biz uchun muhim. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi uchrashuvgacha do'stlar, o'zingizni asrang.